Istanbul Turkiyada hammaga salom. Turkiyaga kelish rejalashtiryapsizmi? Albatta bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bugun biz sizlar bilan mana shu Turkiyaga kelgandan keyin yo'l qo'ymaslik kerak bo'lgan 3 ta eng asosiy xato haqida gaplashamiz. Va umuman Turkiyada ish topish mumkinmi, yo'qmi, shular haqida ham gapirib o'taman. Xo'p. Demak, do'stlar, bugungi videomiz albatta aytib o'tdim, juda ham moshni, jostki bo'ladi. Короче, Turkiyaga misol hozir Rossiyada juda ham vaziyat qiyinlashib ketgan. O'zbekiston fuqarolari, umuman migrantlarni juda ham ko'pchiligini deportatsiya qilyapti, siqib chiqaryapti yoki bo'lmasa vaziyat juda ham qiyinlashib ketganligi sababli umuman o'zlari ham chiqib ketishyapti. Если что, siz ham shunaqangi Turkiyaga kelishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, albatta juda ham ko'pchilik Yevropaga ham ketyapti, lekin Yevropaga ketish juda ham qiyin, приглашение qilish hattoki $1000-1200 yuqori bo'lishi mumkin. Demak, Turkiyada siz bilet olib O'zbekistondan kelishingiz mumkin. Bu juda ham misol mana udobniy, juda ham bir quloqqa yoqimli tuyulishi mumkin. Lekin Turkiyada ham o'zgarish qiyinchiliklar bor. Siz yo'l qo'ymasligingiz kerak bo'lgan eng birinchi xato вот прям Rossiyadan keldingiz. Albatta Rossiyada hammamiz o'rganib qolganmiz. Короче, militsiyaga tushib qolsak, любой payt pul berib chiqib ketishga 1000 so'm, 2000, 5000 какой-то rubllar berib chiqib ketishga o'rganib qolganmiz. Turkiyada buni aslo qila ko'rmang. Vdруг случайно siz dokument qila olmadingiz, Turkiyaga kelib, shu 3 oy ichida qolib ketdingiz. Bu meni do'stona maslahatim. Umuman militsiyaga tushib qolganingizda hech qachon ularga pul taklif qilmang. Chunki bu vaziyatingizni yana ham jiddiylashtirishi mumkin. Realni vaziyatingizni jiddiylashtira olishi mumkin. Ularga pul taklif qilgandan ko'ra o'zingizni sharoitingizni tushuntiring. Misol siz qanaqa qiyin vaziyatdaligingizni, oilangizni, siz buni mana shunaqangi ro'zg'oringiz uchun ishlayotganingizni tushuntiring. Vaziyatingiz og'ir, oilangizga pul daromad olib kirishingiz kerak, shularni tushuntirsa ular tushunishi mumkin. Если что pul taklif qiladigan bo'lsangiz, sizda nabarot problema bitta emas, ikkita ham bo'lib ketishi mumkin. Bu o'zim ham meni praktikamdan o'tgan. Еще bu yerdagi butun menga mana shu yaqin atrofimdagi o'zbeklar, uzoq yillardan beri ishlayotgan o'zbeklarni fikri ham shu. Chunki ular ham bilgan, eshitgan, ko'rgan. Chunki bu turk politsiyasi juda ham bir intizomli yoki bo'lmasa mana unaqangi narsalarga aldanmaydigan, takoy u Rossiyadagidaqa. Bilamiz, Rossiyada juda ham o'zlari даже o'zbekchasida pul so'rashadi. Bu yerda unaqa emas, bu xatoni aslo qilmang. Ikkinchisi, xo'p, hech qachon ish tanlamang. Keldingizmi, tak prям eshik yurib o'zingizga ishonib ish topib keting. Sizga hech kim ish topib bermaydi. Mana keldingiz, o'zingizga yoqadigan ish, bir qanaqangidir ishga joylashdingiz yoki qaysidir tanishingiz chaqirdi, sizni yotoqxonaga joylashtirdi. Umuman siz kimdandir kutmang, chunki bu yerda hamma bir 70-80% bez dokument. 70-80%. Shuning uchun kimgadir yordam berishgandan ko'ra o'ziga yordam kerak ularga. Tushunyapsizmi? Butun o'zbeklar, to'g'ri yordam beradiganlari ham bor, juda ham ko'pchilik, lekin o'zlari qiyin vaziyatda bo'lganligi uchun, dokument qila olmaganligi uchun siz bilan birga yurib, ish qidirib yura olmaydi ular. Shuning uchun albatta 3 oy ichida keldingizmi, ishingiz o'zingizga yoqmadimi, ishni o'zingiz qidirib topishingiz kerak. Yurib mana restoran, oshxonami, umuman qanaqa sohada ishlamoqchisiz, magazin. Tayyor bo'lingki, juda ham bir umniy bo'ling. Уже u davrlar o'tdi, ya'ni hech qanaqangi образованиесі yo'q, ma'lumoti yo'q, bir takoy chaqiradi stroykaga, shunda borib olib ishlab ketaverasiz. Endi bundan buyog'iga vaziyat jiddiylashib qo'yapsiz. Mana Rossiya chiqazib boryapti. Odamlarda qanaqangidir qobiliyat bo'lishi kerak. Mana shu yerda tilni bilishingiz kerak, o'ta ham bir ishni tez o'rganib ketishingiz kerak. Bundan buyog'iga mana shunaqangi. Siz shu o'zingiz harakat qilib, o'zingiz topishga harakat qiling kelganingizdan keyin. Atak kimdandir yordam berishlarini kutib o'tirmang. Uchinchisi, ish tanlamang. Последнее время juda ham ko'pchilik kelyapti, men bilaman. Mana yaqinda ham O'zbekistondan juda ham ko'pchilik keldi. O'sha mana tanishlari chaqirdi. Atak mana shunaqangi ish yoqmagan, ish tanlagan. Siz bu yerga takoy ish tanlash uchun, oson ish, yengil ish tanlash uchun kelmayapsiz. Siz fokus ishlashga qarating, ishlang. Ishlash davomida keyin boshqa ish topib ketishga harakat qiling, ish yoqmasa. Nimaga bu yerda bir kunligingiz juda ham katta rasxod. Misol kvartira yeb ichish, anaqa, nima deydi, o'zingizni o'zi rasxodga tiqasiz. Ishlash davomida o'zingizga yoqadigan ishlarni qidirishga harakat qiling. Xo'p, ish topish masalasida, ish topish juda ham unaqangi takoy oson deb sizlarga maqtamoqchi emasman, lekin ish topish mumkin.
Yaqinda o'zimiz 3 tanishimiz keldi. Mana shu mani bilan birga kvartirada turadigan tanishim chaqirdi 3 kishini. Mana 3 talari ham ishlarini topib ishlashyapti. Tako kommentariyada yozishyapti, ish topish qiyin, mana bunaqa. Lekin o'zlarini qarasanglar 7 yil, 8 yildan beri Turkiyada ishlab yurishibdi. Da prям Turkiya kambag'al Turkiya kambag'al qashg'otar. Nimaga ishlab yuribsizlar mana shunaqa? 7 yil, 8 yildan beri. Odamlar unaqa qilib, nima deydi, harakat qilyapgan odamni unaqangi kritika qilmaylar, nima deydi, orqaga qaytarmaylar. Nimaga ular ham harakat qilib, masalan, o'sha Rossiyadan deport bo'lib qolibdimi, Yevropaga ketib, приглашение chaqirtirishga puli yo'q, bu yerga kelib ishlamoqchi. Xo'p, keldingiz, demak, ishlang, dokument qila olmadingizmi, 1 yil, 2 yil bosib ishlab olishingiz kerak. Nimaga Turkiyadan chiqishingizda deport bosib qo'yadi? Kelib, konkretno o'sha reja bilan kelib 1 yilmi, 1,5 yilmi, 2 yilmi o'zingiz sabringizga qarab bosib ishlab oling. O'zingizga ishoning, abdush harakat qiling. Любой yerda ham harakat qilgan odam o'zini nonini topib yeydi. Конечно, harakat qilish kerak. Ne только misol yo'qmi u yerda eplolmayapsizmi, deport bo'ldingizmi Rossiyadan, Yevropaga ketishga sizda hozir pulingiz yo'q. Risk qilib misol $1200, $2000 qayergadir bir konsalting xizmatlariga sarflab приглашение chaqirtirishga, to'g'rimi? Keling, mana harakatingizni qiling, bosing, ishlang. Men o'zim kecha kuni o'sha ko'rib turganimdek 3 kishi keldi, ishini topib ketdi. Undan oldin 2 kishi keldi. Harakat qilgan odam topyapti. Lekin yana bir marta aytaman sizlarga, kelishdan oldin хотя бы yotoq joy, хотя бы qanaqangi bir ish topinglar. Может, sizlarga yoqmas u ish, lekin хотя бы ishlab, shu bilan ozgina daromadga kirib, keyin o'zingizlarni yo'linglarni topib ketasizlar. O'ylaymanki, video ozgina bo'lsa ham foydali bo'ldi. Bir ko'p gapirib yubordim, lekin nima deydi? O'zim ko'zim bilan ko'rdim ko'p narsalarni. Mana shu Turkiya haqida, Turkiyadagi ishlar haqida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'lish uchun kanalimga obuna bo'linglar. Ma'lumotlarni berishda davom etaman. Hammaga rahmat, kattakon.